Turmuşda özünü japokash his qiladigan kishilar amaliyotda haddidan ziyoda mas'uliyatchanlik andisida yashayotgan bo'ladi. Bu japokash kishilar doim boshqalarga tava mas'uliyatni zimmasiga elib oladi. Masalan, guruhdoshlaringiz yoki qo'l ostingizdagilar qilishdan voz kechgan xizmat vazifasini oxirida o'zingiz tugatasiz. Jo'ringiz pul topolmasa, o'zingiz iqtisodiy mas'uliyatni ustingizga olasiz. Bolalaringiz o'ziga talabchan bo'lmasa, telefon o'ynasa, atdiganda o'rnidan tura olmasa, siz butun kuchingiz bilan uning hamma ishiga mas'ul bo'lasiz. Başqalar ishonchsiz bo'lsalar, siz cho'qim mas'uliyatni zimmangizga olasiz. Shunga ziyoda mas'uliyatchan kishilarning kishilik hayotidagi tragediya o'tir yoshdan boshlandi. Ular izchil men qizg'inlik bilan badal to'lasam, jon tikib ishlasam, pul desam, pul bersam, biror ish qil desam, ish qilib bersam, ondan atrofimdagilar meni yaxshi ko'rdi, meni e'tirof qiladi, ondan ular bilan rahat o'talayman deb qaraydi. Biroq siz amaliyotda bunday almashtirish qoidasining putrab turolmaydiganligini bayqaysiz. Qarshi tarafning sizga muomala qilish usuli bo'lsa, u mangu bir kichik baliqqa o'xshash sizdan oladi. Ondan o'zingiz herib charchaysiz, uvalchilik his qilasiz. Nimishqa bu ish mening o'ylaganimdek taraqqiy qilmaydi? Nimishqa men shuncha ko'p badal to'lasammi, jo'ram, ballalarim, hatto ota-onammi kuchlanmaydi? Bularning hech qaysisi mening kutganimdek bo'lmadi-ku deb o'ylaysiz. Bu daqiqa garchi tragediyaning manbasi bo'lsa-mu, lekin amaliyot sizni uyg'onishga, o'zingizdagi ma'lum bir daqiqani uyg'otishga eskartadi. Bu sizning o'zingiz ustida o'ylanishingiz va tunishingizni boshlashingizga yordam berdi. Haddidan ziyoda mas'uliyatchanlik bilan boshqalarga tava mas'uliyatni ustingizga elib olganda, buning to'g'ri bo'lmagan joylari bormi? To'g'ri bo'lmagan yeri bu ishni qilganda sizda bir xil almashtirish logikasi bor. Ya'ni men siz uchun badal to'ladim, sizmi cho'qim menga shunday badal to'lashingiz kerak. Ziyoda mas'uliyatchan kishilar meningcha deyilayotgani nihoyat uzun bo'lgan, lekin nurg'un kishilar tushunmagan bu so'zga diqqatini basi bo'ladi. Bu dal o'zini suyish. Ziyoda mas'uliyatchan kishilar men sizni yaxshi ko'rsamlar, siz meni yaxshi ko'rasiz deb qaraydi. Mana bu ularning muhabbat qoidasi. Lekin amaliyotda haqiqiy muhabbatning qoidasi bo'lsa, agar men sizni so'ysam, cho'qim shuning bilan bir vaqtda o'zimni so'yishim kerak. Shunga bir kunlarda o'z ehtiyojingizni samimiylik bilan e'tirof qila olasingiz, hamda boshqalarning sizga yordam qilishiga yo'l qo'ya olasingiz. Ondan ziyoda mas'uliyatchan bo'lish andisidan voz kechib, haqiqiy oddiy insonga aylana olasiz. Hargizmi qutqazg'uchi bo'lib yashamaysiz.